Assalamu alaikum, hürmetlik televizyon ekranı aldırık kardeşler. Biz bugün bu programımızda şu tarih biliminin bir milletin siyasi kelişkide milletin takdiride tutkan orunu, rolü ve ehemmiyeti üstü toplarımız. Bu tema üstüde bugün Abdurrahman bilen sohbet edip bakmakçı. Hürmetlik Abdurrahman, bu temada qanday qaraysiz? Bu tarix üstüde özünüzün göz qarashları, fikri qanday bir milletninki, yani bu kelechak bilan mavjudiyat bilan zich bog'langan bir yani muhim bir tema bu tarix masalasi. Qani bir göz qarashingizni o'tirib qo'yib baqsangiz. Olur. Aleyküm assalam. Endi tarix deganda biz Uyg'urlar bilibmi? Tarix desa asosan bo'lib o'tgan voqea, hodisa degan mazmunni tushunamiz. Yana birisi tarix ustida yozilgan material, uchur, xabar o'xshash, kitob o'xshash masalan, tarix ustida yozilgan materiallarni tarix deb qaraydigan oddiy yuzaki tushuncha umumlashgan bizda. Endi tarix deganga ta'bir berib kelsak, masalan, tarix deganning o'zi har qanday bir hodisa, voqea tarix bo'lmaydi. Tarix muayyan davomlashib kelayotgan bir vaziyatni boshqa bir yangi vaziyatga o'zgartish uchun elib berilgan harakatni muayyan kishilar bilan belgilik muayyan bir vaqt bilan muayyan bir makam bilan munosabatlashgan jarayonni aytgancha. Yani her qanday bir harakat, her qanday bir voqea, hodisa, her qanday bir shaxs tarix bilolmaydi. Mesela tarixiy harakat, tarixiy hodisa, tarixiy shaxs degan so'zimizda masalan bizniki hozirgi üstimizdeki Uyg'urlarning ustidagi zulmning o'zini o'zgartib mushuningga bir Uyg'urlarga manfaatli, Uyg'urlarga bir baxt yaşatlık epkileriydiğen bir hareket oturup çıktı deydi. Bu hareketi yetekçilik kılan, katlaşkan, mühim şahsların özü, aktif şahsların özü, tarihi şahs bu katılıyor. Bu hareketin özü tarih bu katılıyor. Anlayın ki, şu hareket üstüde yazılgan türlü hatıreler tarihi materyal, tarihi kitap diyende bunda düşünce verildi. Yani bizimki meşnoklarına yetken çağda Uyg'urlarning tarixi to'xtab qoldi desek bo'ladi. 1949-yildan boshlab Uyg'urlarning tarixi shu yerda to'xtab qoldi deyishga bo'ladi. Nima bunday deymiz deganda biz nurg'un harakatlarni qildik shundan keyin, masalan Xitoy kommunist ishg'oliyatchilari 49-yilning oxiri Xitoydagi umumiy hukmronlikni ustiga elib, hatto bizning vatanimizda hukmronlik yurgizib, to'liq ishg'oliyat ostiga ağından başlar Xitay'a karşı nurg'un hareketler verildi. Ama bu hareketlerin özü bizimki üstümüzün kelayotgan bu zulüm, bu Xitayning mustamlika asoratini o'zgartirishga hech qanday bir rol o'ynayolmaydi. Ama töhfə qo'shdi deb Barin inqilobi. Ben bu tarixga baho berilganda masalan, Barin inqilobininki natijasi chiqmadi. Onun şu Barin inqilabida yıkılgan bir meş'alning neticesi to'liq oxirga chiqarilmadi. Nima ish kelganda şu hareketga qatnashgan ya şu hareketning ta'siri bilan bir boshqa bir harakatlar shakllangan bo'lsa, davomlashtirib, shuning davomidan o millatimizga bir nijotlik elib kelgan bo'lsa, unda u xulosa chiqqan bo'ldi. Uni xulosasi chiqmadi. Davomlashayotgan bir harakat desak bo'ladi. Onun xulası bir yerga verib taqalgan chaqda, masalan, yoki vatanimiz bir kunlarda ozod bo'ldi deydi. Yoki bo'lmaydi, hozirgi Xitoyning qilayotgan zulmlari o'zgarib, ma'lum bir jihatga bo'lmasa 85-yildagi vaziyatlarga o'xshash, bundan 30 yil burungi bir vaziyatga o'xshash bir kamchilik vaziyat shakllansa, shu shakllangan vaziyatninki sababchi bo'lgan harakat qaysi harakatda tadqiq qilgan chog'imizda agar shu Barin inqilobi yıkılgan mas'al bilan bugun mushu kuni yetib keldi degan bir xulosa chiqqan chog'da, andan keyin bu tarixniki
xulası olgan buldu, şunlar münasebetli olgan buldu. Hareketler oldu. Siz itiraz kılmakçı bolgan yoki siz tushuncha talab qilmoqchi bo'lgan dek mesela hareketler jiq bo'ldi. Varning qilovi emas, undan burunmi Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobi partiyasi deb partiya tashkillanib 60-yillar emasdan 57-yillar 67-yillar 10 yil aralıqda jiq tashkiliy partiyaviy harakatlar elib berildi. Ona bastırıldı. Her bir hareket bo'lgancha onunki natijasi o'yliki yomon tarbiyaga menyapti masalan. Yomon tarbiyaga menyapti, u yerdan bir yaxshi bir ijobiy natija chiqmayapti. Endi bu o'yliki yoki 5 yil yoki 10 yil xulosa chiqib degan narsa emas. Bir kun xulosa chiqqanchaning o'zida bir o'zgarish bo'lganchaning o'zida, vatanimiz mustaqil bo'lganchaning o'zida masalan, mushu mustaqillikqa qaysi harakatlar xiymi turish sağlam. Bunga qaysi harakatlar asosli ul sağlam degan tadqiqot natijasidan keyin andikin bu xulosa chiqdi. Demak ki bo'lgani tariximiz 1949-yildan boshlab to'xtab qoldi deganda u yerda bizga ijobiy bir natija kelmadi bo'lgan harakatning ilk bo'lgan harakatning hammasi. Kelmadi, shuning uchun tariximiz to'xtab qoldi. Balki oqibat chekindirilib tarixni takrorlaydi Xitoy texnologiya. Bizniki hech bir olg'a ilgilaydigan natija qo'lga keltiradigan bir vaziyatda emas. Mesela adır endi siz oturup koygan bu göz karaş bilen yoki aşındak tasavvur kılaylık şu bir netice xulas çıkıp bu bir resmi bir tarixliş yetip bağımçılık olgan arlıktaki bütün kılıngan hareket elip kırılgan enqilapla onda olganda biz bunu eslemeden mesela üç jarayonida biz bunu mesela evlatlarımızga ügüt jarayonida veya uni eslash jarayonini bundan deb ataymiz olganda Eslash jarayoni shu bo'lib o'tgan harakatning o'zi, hodisaning o'zini masalan eslaymiz. Eslab undan biz yakunlab xulosa chiqarib bir andiza yo'l tuzishimiz kerak. Natija masalan 1990-yili Xitoyniki bizga yurgizayotgan siyosati bundan iboratdi. Bunga qarshilik bildirish uchun mesela Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti tashkillanib, qurolli harakat qilib, Xitoyning bu zo'ravonlik siyosatiga, mustamlakachilik zulmga qarshi harakatni olib borgan. Buningdan keyingi vatanimizda yurgizilayotgan hodisalar buningdan iborat deb biz uni masalan tadqiqot olib boramiz masalan boshqalarga keyingi evlatlarning o'ziga buni tushuntiramiz. Bu harekatning jarayoni bu yerdan bo'lgan deb shuni eslaymiz endi. Eslab qo'yish emas, bundan biz kelgusida bosilgan qadamlarimizga va hozir besotgan qadamlarimizga bir endiza tiklab chiqish, xaritasi chiqish kerak mashinadan. 90-yil barında inqilob qilib bu Xitoy kafirlarga qarshi jihad qilib shehid bo'lgan, 97-yil G'o'jada shunday qo'zg'alib shehid bo'lgan bu shehid bo'lish emas. U yerning o'zida bir ijobiy tarafga o'zgartishga yo'nalish kerak. Bu hareketler besiqda tugadi, shundaymi? Mag'lub bo'ldi, bostirildi, tugadi. Xitoy zulmini texmi oshirdi. Ammo biz mushu Xitoyning zulmiga qarshi qanday bir taktik qo'llanib manishimiz kerak bundan keyin. Degan mana bir yangilik, ijobiy bir harakat uchun yo'l hozirlashimiz kerak. Tarixning foydasi shu. Mesela o'tib ketgan hodisalarning o'zini mayli rasmiy tarixiy xulosa chiqib bo'lgan harakatlar bo'lsin yoki bo'lmaydi. Masalan olsak 33-yildagi Cumhuriyet inqilobining tarixi, 44-yildagi Cumhuriyet inqilobining tarixi hammasi xulosa chiqib bo'lgan tarixlar. Bu ma'lum bir musobaqa to'xtadi, o'yin xulosa chiqdi, uning qatnashganlarniki hammasi deydek asosan bu olam ketib bo'ldi masalan. O yani to'liq bir tarixga o'tib bo'ldi. Ama bundan keyin bo'layotgan harakatlarning bir xulosasi chiqmaydi. Yashayapmiz masalan nurg'unlarimizga bir boshdan u olamga ketyapmiz masalan. Bundan tashqari bir oxirlashib xulosa chiqmaydi chiqmagan harakatlar. Endi tarix deganda demek ki şu yani ötmüşümüzde şu dava yani azatlık inqilobiy tariximizda yuz berayotgan bütün hareketlerini fakat biz bunu bir eslab qo'yish emas,
buni kelajakdagi, ya'ni bu harakatning kelajagi uchun, ya'ni strategiya plan tuzishda buningdan bir dars ilish ve onundan icabi taraflarını davamlaştırıp salbiy taraflarını tüzütüş. Bu noktada faydalanışının muhimlikini ta'kidladim. Shunda ijobiy taraflardan foydalanish, masalan, kamchilik bo'lgan yoki xatolik bo'lgan taraflarni tanqidiy varis qilamiz. Bu ishni qilmagan bo'lsa shu vaqtning o'zida, mana harakatni mandaq qilib qolgan bo'lsa yaxshi bo'ldi ekan to'xtab, biz uni o'zimizning qilmoqchi bo'lgan harakatiga uni bir andiz tuzib chiqamiz. Bu yerda muhim bir nuqta bor. Tarix degan shunday bir muhim narsa. Masalan, shu g'alaba qilayotgan millatlarning o'zi, taraqqi tepayotgan millatlarning o'zi bir mustaqil davlat tutib boshqarib kelayotgan millatlarning natijalariga qaraydigan bo'lsak, hammasi o'tmishdagi ajdodlardan miros qolgan bir kuchli bir milliy mavjudlik va kuchli bir siyosiy mavjudlik, bir g'olibiyatning varisi bo'lib davom etayotganligini ko'ramiz. To'g'ri. Hozir biz Yevropada yaşayotganimiz xeyli bo'lib qoldi. Bu yerdagi millatlarning tarixiy qanday ahamiyat beradiganligini ko'ryapmiz. Mening keyingi davrda ishlayotgan yerlarim asosli o'tmishdagi tarixlarni ko'z tutayadi. Masalan, Germaniyaning o'tmishda qanday o'tmagan, masalan, 1000 yildan burun deb o'tgan asrning o'ttirlig'ichilik qanday davomlashgan kelgan bu millatning tarixi, siyosiy tarixi, davlat tutish tarixi hamma narsa naq maydonda ko'rilib turdi. Endi biz masalan Uyg'urlar tariximizdan ne uchun saboq olmaymiz deb, yoki yomonlaydigan, ranjiydigan ishlar imon ko'p qoldi bizda. Tarixdan qat'iy saboq olmaymiz. Tarixdan qat'iy foydalanmaymiz deymiz. Qaysi tarixdan saboq olamiz? Qaysi tariximizdan foydalanamiz? Masalan, tarix deganda ma o'ris mutafakkirlarning gapaki, yoki tarixni kuchliklar ojizlarning dumbisiga yozdi deydi. O'ris mutafakkirlar deyman, uni ismini bilmaymiz. Tarix to'g'risida shunday gaplar bor. Masalan, tarix kompastur deb qo'yishadi. Tarix degan kompastur deydi. Ondan keyin tarixni kuchliklar ojizlarning dumbisiga yozildi deydi. Masalan, biz Uyg'urlarning shu nuqtada bir o'zimizni sevib baqaylik, shu formulaga. Tarixni kuchliklar ojizlarning dumbisiga yozildi. Yoki g'alaba qilganlar, mag'lub bo'lganlarning dumbisiga yozildi degan nuqtada tushunsak, bizning tariximizni mayli Uruslar yazgan bo'lsin, mayli Xitoylar yazgan bo'lsin, bizim bizga yozib qo'ydik. Biz uni ko'rmaymiz. Ko'rmagandan keyin uni ne bilamiz biz? Uni kompas yaniki qo'lda bo'lgan narsa, yo'l ketayotgan chog'da, masalan, nishonni olish qolgan chog'da kompasga qaraysiz, ikki qutumni ko'rsatadi. Meni ketayotgan yerim ma'lum ekan, yoki boshqa yerim ma'lum ekanda yo'l topa olasiz. Endi bu tariximizni bizim dumbimizga yozib qo'ygan tursa, uni biz qanday ko'ra olamiz chog'da? Doim yoki oylanimizda bir cho'llikni bir oyga chiqmaydigan bir halkınımız. Halkın işte oylanimiz, yana 20 yil keyin kelsak, yana shu do'qmishib kelamiz. 50 yildan keyin kelsak, yana shu do'qmishib kelamiz. Va buning o'zini tarixni takrorlash deyman. Tarixni nima uchun takrorlaymiz? Qo'limizda kompas yo'q. Kompas bo'lmagandan keyin, shu yoki Musa alayhissalomning qavmlari 40 yil Sina çölüğüde ayırıp doğrudan rivayet var. Şunun okşaş, Uygurların başında 70 yılın yağı, 80 yılın yağı ayırıp yürüyünüzde bir netice alıp karaydıgan, mağadıgan bir yol tapamayız. Çünkü tarihimizni düşmanlar dümümüz gezip koygan. Mesela bizim tarihimizni, vatandaş için tarihimizi bilmiyoruz mu mesela? Tarih degende aldılan ülgündiğen narsa. Ülgünü bilgenden keyin andaki tarihi bilimge kartta kelgusi qarta va mavjud vaziyat qarta tatbiqlab yo'l chiqarilgan narsa. Vatanning o'zida bizning tariximiz saqlangan. Yozilgan tarixlarni Xitoy yozgan tarix. Xitoy o'zining manfaati, o'zining milliy manfaatiga, davlat manfaatiga uyg'unlashtirib, bunda xatir qoldirgan. Ondan keyin Ruslarmi bizning ustimizdan yozgan tarixni o'zining manfaatiga, bizning zihnimizga to'g'rilab yozib xatir qoldirgan. Biz ötmüştük tarihimizi körümüzde qarayacaqmı? Sap dümümüzü giziz qo'ygan tarixlar bu. Bizim unuğa bir chiqish topamaymiz o tarixlarni. Shuning uchun biz tarixdan saboq olamaymiz. Tarixdan saboq elish, tarixni yakunlab, yana bir yo'l tepishning o'zi nima bilan bo'ldi? Ham birisi tarixni yozib qo'ygan xotirni o'qish emas.
tədqiqat edib veriş bilan, ondan keyin onu izchil o'qish bilan, masalan, bir sinfning o'zida 40 balla olsa, şu 40 balların hamısı tarix dərsi etildi. Bunun belgili saatlərdə Uyghur tarixi, dünya tarixi de ders etildi. Şu dersin özün o balla şu 3. 4. sınıftan başlap bu özün tarixini, milletin tarixini bilip manıdı. Mesela Germanlarınki tarix ögütüş alayidligi aşı yersiyeden başlap başladı. 3 yaşlık balların yersiyek 3 yaşlık balı vardı bu. O şu balların özün başlap dini aileniki mesela din bilen terbiyeleniş talep kılınan ailenin ballarını çirkoterapiye apırıp uyadaki neslerini gösterip bizimki ecdatlarımız bu çirkonu sağan mandak dini hükümranlıklarını yaşamanda kiçikten vallahi şunu düşündü. Ondan keyin şu yaşlıdaki balların noqtuluq zihnini sınab, noqtuluq zihin nemesi yukarı olan ballarını tallap muzikanlığa apırdan dedi. Başı ballar hiç okumaydı. 3 yaşlık ballar var o. Oynaydığı ballar o. O aşağının apır erinmey, zirikmey, şu profesörle aşağı sözler vergen geldi. Aş ballarga bap kildiğen bir xil şekilde sözler. Aş padişahların ki olduğun öyleri, iş başlayan işxanaları şu halindeki. Ondaki padişahının ki resimleri hemen neresi göz düşendirip başında etmağdan geldi. Bunlar 3 yaşımızdan başlap Yasliden başlap başlangıç mektep, otur mektep, ali mektep, tadqiqat hemmesi o şunu boğandakin o tarix özleşidi var. Özleşkendekin andık ondan yakbiler çıkaralım gap. Endi biz tariximizni o'qimasak, mektepte bizim tarixiy dersimiz bo'lmasa, Xitoy o'ziniki o shohsuvalisi deydigan başımız burun manda bo'lganda yolg'on narsalardan başlab o şunu öğütüp masa, mesela bizim Uyghur tarih fənlərdə doktorluq etken kesip ahlilerimiz bir materyal yazmakçı olsa, Qaraqanlar sulalisi dəvrisi edilmey, aşın özünü, men sulalısını, palağına şah sulalısını, Cu sulalısını mandak dəvrdə olsa, jilnamını, Qaraqanlar sulalısını mançıncılda yazanmaydı demiş ki, bunu öğrenmeyken. Kiçik vaxtından tatip mektepten başlar, Xitay'daki sulalların jilnamını öğrenip kalırsını ketkendeki, 2024 yılsı Qaç sualısını, men sualısını mançıncılda manatlagan. O çağda Qaraqanların sualisi deremaydı, Qaraqanlar sualisi mançıncılda deremaydı. Okumagan çünkü. O tarihçi, tədqiqatçı alimlerimiz yazıp kaldırıp koygan tarihi materyallar o başka gap. Tarih degen çağda onu kichigiden mektep okup, hadi matematik okuması, fizik, ximiya okup, şundan natija chiqarib andakin tədqiqatçı, injener her neyim buluduğu tarixini şunda buluş gerek. Şunda boğan çığının özüde andakin o önüm berdi. Bonusu bizim qaysi tariximizni kim öğrendi mesela? 33. yıldaki Cumhuriyet tariximizin bir sağlam yazılgan materyalına daim olmasa, 44. yıldaki şunda bulsa. Doğru. Onun özünü hem tarixini okusak mesela, sizle biz okuyumuz, tarihi kitabını okuyumuz, o tarihi okuqanlıq emas. Tarixten kelgen uçurunun özünü okup, manda bu tike digellik oldu. Onda oğan ki biz qaysi bir tarihi imkaniyatlar, qaysi bir tarihi bilim bilen tarixini dekilyalaymiz. Şunun üçün, efendim, ötken şirketimizde mesela söhbette 33. yıl gelken Macuni'nin kayına girip Mağdez'de koydan özü, Kaşgar'ın özü Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruluyordu, Xotan'ın özü Xotan Emirligi kuruluyordu, G'ozinaz ağacı kanca 10 ming'ligan lashkarlarni so'rab yurib urush qilyotdi. Shundoq chog'ning o'zida Macuni'ni qilib, dunyoga islom xalifligi qurma. Uyg'urlarning 500 ming mujohidni elib men shu Makkaga vaqti fatih qilib, islom xilofatini asliga keltirman desa, shu vaqtda G'ozinaz ağacının arkasından 10 yillab urush qilgan marganlarning o'zini erib ketgan. Biz islom uchun ish qilaylik. Mağul milletçike, bu da devlet kurulurken, biz İslam xilafati üçün cihat kılımız da erkekti o. Milli septaşlar. 33. yılı boğan ismi olsun değil mi? Hazır 83 yıl oldu. 83 yıl ötkenden keyin yeni aşın növer jigitlerimiz ne gidiyordu? O Şam'ın özünde bir adaş Nemetli ismi ben Esma Xelik edildi ki,
nima deydi bu narsa. Abu Bakr Bag'dod. O shuningga biz bayat qilmasak, o'sha bayat qilib ketsak, u kafir, murtad bo'lib ketamiz deb o'sha ketib bo'ldi odamlar. O'sha kirib oldi. Mana bu 1933-yil Jankaysi bir g'ayrirasmiy buyruq bilan majmui yo'lini chiqsatdik-a, seni biz batalyon qo'mondonlik qilib 36-batalonning boshlig'isida men qilib uni nomini berib, Uyg'urni qalayim qo'llashdi deb g'ayrirasmiy bir buyruq bilan bizim vatanga evatgan, o vatanda shuni ijro qilib, aytdiki mustaqillik harakatining ichidan parchalab o'rnini cho'katgan shoxdagi bir cho'ng harakatni. Endi bu qatamki Bag'dodga xalifaga bay'at qilinadigan bu har bir guruhniki masalan anglasam 10, 20, 30, 40 birdan chadir qurib, bu chadirning amirlari ham shu yerda har bir guruhning boshlig'i hozir Shi Jinping ayrimdan maxfiyat onunla buyruq tushirib yo'l yo'rib qo'ygan bu nima ish qilyapti bu ishlarni oxirida kim bor bilamiz? Yana 50 yil, 70 yildan keyin o'tirib chiqishi mumkin bu ishlarning tarixi. Yakomay vatimiz mustaqil bo'lgan chog'da bu ishlarning arxivda bir yana o'tirib chiqishi mumkin. Demak, 83 yildan keyin shu tarix takrorlandi. Biz shu cho'llikda o'ynayapmiz endi. Ilgirlash yo'q. Ilgirlash bo'lmaydi bu millatda. Vatanni ozod qildigan, millatni mustaqil qildigan Xitoydan iborat bu milliy iroda to'liq shakllanmasligining o'zida mana 83 yildan keyin shu tarix takrorlanadi. Tarixdan nima uchun ibrat olmaymiz? Birinchi vatanning o'zida tariximizni o'rgitib, "Ey avlodlar, bizniki 33-yili vatanimiz mustaqil bo'lgan chog'ning o'zida majmuiy mandaq suiqasd qilgan jo'va, mana bilib bilanlar deb dars so'zlaydigan muallim yo'q. O cheklangan tarix, uni so'zlay olmaydi. Shunday. Unda olgandan keyin u yerda universitet o'qigan bolalarning o'zi deydi. Bizlarga universitet o'qiganlarni bek ziyoida kutimiz-ku, 20 yoshli 18 yoshli bolalar uchun bir narsa emas. Bu yoqlarda universitet o'qigan odamlar odatda bir hisoblandiga kundalik yoki yer ishgan o'xshashdan turmushning bir parchasi deb hisoblaydigan yermaslar. Universitet o'qish cho'ng bir narsa emas. Biz universitet o'qigan o to'shusum deb Xitoyda deb uni ziyoida kutamiz. Shu Shamda ashirqi xalifaga bayat qilmamizda ishkirdagi cho'ng Xitoy oliy maktablaridan o'shadan o'qishdan ketib berib, asha ketgan bolalar ekanda. Nima endi? Shu bolalarning o'zi tarixni, Uyg'ur tarixini bilmagan, yana ajdodlarga varislik qilishning qanday usullarini bilmay, onda kim olgan masala? Qaymoqdan. Endi bunda misollarni so'zlab ketsak, yomon deb tugamaydi. Tuginmas misollar bor. Demak, bir fojia bor. Bir fojia bor. O'ylab toping. Shu ashaga berib ularning bir qismi o'shaning o'zi shehid bo'lib jannatga ketamiz deb o'zining otib bag'allar. Shamga bag'allar. Bir qismi mashadman bir narsa o'g'ini Rabir shu Rambo degdiza. Shunda palvon o'g'ini chiqib vatanga qaytib kelib etib Xitoydan narsa ozod qilib berdi. Islom davlati qurmaydi deydigan mandaq irodadan ketganlar bor. Ammo bu yerga borgandan keyin men qanday qaytib kela olmayman deganda hech kim o'ylamaydi. Hemen so'zlab baktım, bir şikayettim. Netice bo'ldi, o'zim bilan bu to'g'ri gaplashganman. Bu dikkat qilaylik, odamlar ketadi, bir amal qilib to'sayli oldin edi. O to's bilan bo'lmadi. Oldin ketimda shu to'g'riliq azroq bir sebab bayon qilib qo'ysam, bidona qarini o'zi intayin ranjib tutdi. Biz bu jihatga tayyorlik qilmoq bo'lmaydi o'da. Tayyorlik qilish kerak. Ammo shu tayyorlikning o'zini bo'lgandan keyin shuni idora qilg'idek qilmiz. Shu ma'noda qanday bo'ldi? Mana Istanbuldagi hodisa hozir Uyg'urlarga chetilib chiqadi hozir. Mana shunlashqa tarixning o'zi endi shuncha muhim narsa. Tarixning o'zi bir millatning safosini yuqori ko'taradigan, mayli o millat mustamlikada bo'lsin, mayli o millat nomrod bo'lsin, ammo ma'naviy, aqliy ruhiy jihatdan o millatning safosini ustun tutib turgan narsa tarixiy bilim. Balki tarix ustida yozilgan materialni o'qib, bunda falan roman, piston roman, tarixiy roman o'qib ishlar emas. Kichikdan boshlab shunday yurgiga, minisiga o biz bir millat, bizga Uyg'urga manda bir millat, bizga munda hukmronlik qilgan millat, biz munda qildigan millat, buning uchun munda yashaydigan millat deyilgan bir ruh singdirilmasa, bir ong singdirilmasa, men o'shundoq dunyoning na'nalari, xoni, g'ayron
Qayerda Azroilga, qayerda meni o'tirgan qassobga deb, shunga aqsin yugurib yurgan chiqdi. Mana bu millatning safhasiniki, narki uchib ketganligini ko'rsatgan narsa. Tarix onun tönelliki.